Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Minbat Tok-shousining yangi soni efirda. Bugun qiziqarli mavzuda gaplashamiz. Tog'-kon, geologiya va metallurgiya sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish haqida. Albatta bu mavzuni bizga yaqinroq yetkazish maqsadida studiyamizda soha ekspertlari bor. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Dastlab sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida gaplashamiz. Marhamat. Bugungi kunda soha boshqaruvi tubdan yangilandi. Vazirligimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrdagi 269-son farmoniga asosan tashkil etilib, sohada kon geologiya sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tog'-kon, geologiya va metallurgiya sanoatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida o'tkazilgan yig'ilishlarda geologiya qidiruv ishlarini jadallashtirish, mineral xomashyo bazasini kengaytirish, mahsulot tannarxini tushirish, sohani raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, operatsion samaradorlikni oshirish bo'yicha bir qancha topshiriqlar va ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Shuningdek, 2024-yil yer qa'ri to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Yangilangan tahrirdagi mazkur qonun bilan respublika yer osti boyliklarini mas'uliyat bilan boshqarish, ularni geologik jihatdan o'rganish va foydali qazilmalarni muhofaza etish bo'yicha aniq zamonaviy standartlar asosida qayta ko'rib chiqildi mazkur qonun. Shuningdek, 2024-yilda sanoat uchun muhim minerallar sohasida ham yirik burilish bo'ldi desak ham bo'ladi. O'zbekistonda texnologik metallar kombinati aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi. Butun dunyoda sanoat uchun muhim minerallarga bo'lgan talab kundan kunga ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda ham mazkur metallarga geologiya qidiruv ishlarini olib borish hamda ularni mas'uliyatli qazib olish, ularni qayta ishlash maqsadida mazkur kombinat joriy etilgan. Shuningdek, samaradorlik raqamlarda ham ko'rinadi. 2025-yilda vazirlik tizim osti tashkilotlari tomonidan 214.2 trillion so'mlik mahsulotlar, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, bu respublika sanoat mahsulot ishlab chiqarish umumiy hajmining 20% tashkil etadi. Albatta, ushbu yo'nalishda investitsion jozibadorlikni ham unutmaslik kerak. Xorijiy kapitalni jalb qilish sohasida ham qator ishlar amalga oshirilmoqda. Aynan geologiya qidiruv ishlarining bosqichida riskning balandligi hisobiga aynan shu sohadagi ishlatiladigan texnikalar, uskunalar va boshqa xizmatlarda o'sha geologiya qidiruv pudratchilari yoki aynan shu litsenziya egalariga qator imtiyozlar ham berilgan va buning natijasida yangi zaxiralarni aniqlash uchun bugungi kunda 100 dan ortiq xorijiy investorlar ham ushbu yo'nalishda faoliyat olib bormoqda. Misol uchun shu Amerika, Koreya, Yaponiya, Fransiya, Turkiya va boshqa ko'plab davlatlardan kelgan xorijiy investorlarni bunga misol qilishimiz mumkin. O'zbekistonning yarmi o'rganilgan bo'lsa, qolgan yarmida yana qanday boyliklar yashiringan bo'lishi mumkin? O'rganilganlik xaritasini e'tibor bersak, dunyoga mashhur bo'lgan asosiy katta yirik bo'lgan konlardan Mirontov, Olezyo, Yoshlik, Ko'kpatas, Xondiza yoki shunga o'xshash analog bo'lgan konlarni batafsil o'rganilgan hududlarga to'g'ri kelishini ko'rish mumkin. Lekin bugungi kunda oshib borayotgan va davlatimizni asosiy ustuvor yo'nalishlardan geologiyaga qo'yilgan yangi ustuvor yo'nalishlardan bo'lgani davlatga yangi konlarni, yangi istiqbolli maydonlarni ochib berish qo'yilmoqda. Shu asnoda
yangi hali to'liq o'rganilmagan hududlar, oz miqdorda bo'lsa ham izchil o'rgan hududlarni chuqur sathlarni ham o'rganish talablari qo'yilmoqda. Shuning uchun yangi ochiladigan istiqbolli maydonlarda yangi konlar ochilishi kutilmoqda. Aynan so'nggi yillarda minglab yangi konlar aniqlanganligi haqida xalqqa ma'lumot berildi. Bu mamlakat iqtisodiyoti uchun qanday yangi imkoniyatlarni ochadi? Mana yangi konlarni izlanish, bularni foydalanishga jalb qilish maqsadida keng qamrovli ishlar respublikamiz miqyosida amalga oshirilmoqda. Jumladan Olmaliq kon metallurgiya kombinatida ham qidiruv ishlari loyihalashtirilgan va amalga oshirilmoqda. Jumladan yangi konlar misolida men alohida to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan yoshlik bir koni haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Bunda biz yoshlik bir konini foydalanishga jalb qilish maqsadida keng qamrovli qayta geologik o'rganish ishlarini olib bordik. Dunyodagi eng tajribali mutaxassislar jalb qilindi. JOR kodeksi bo'yicha, xalqaro JOR kodeksi bo'yicha qayta baholandi. Natijada Olmaliq kon metallurgiya kombinati geologiya jamoasining orasida tajribali mutaxassislar maktabi tashkil etildi. Hozirgi kunda mana shu ishlar natijasida geologiya qidiruv ishlarini yana samaraliroq ishlar olib borilmoqda. Natijada mana bu yoshlik bir konini o'zlashtirishga jalb qilishimiz davomida mana yangi ish o'rinlari ochildi. Bu juda katta respublikamiz uchun katta muvaffaqiyat. O'zbekistondagi yangi ochilayotgan konlar bu yangi imkoniyatlarni ochib beradi bizga. Birinchi o'rinda davlatni bir yarim tayyor mahsulot sifatida bir eksport qilish emasda, ishlab chiqarish zanjirini to'liq tashkil etilgan holda yuqori qiymatga ega mahsulotni ishlab chiqarish imkoniyatini bu yerga beradi. Yangi konlar bu nima? Yangi konlar birinchi o'rinda lokal joylashgan hududida infratuzilmani birinchi o'ringa olib keladi. Ikkinchi o'rinda ish o'rinlarini yaratadi. Uchinchi o'rinda o'sha hududlarda sanoat klasterlarini yaratib berish imkoniyatini yaratib beradi. Bu degani davlat uchun jozibadorligi oshadigan investitsion loyihalarni yangilarni yaratib beradi. Rahmat. Geologiya qidiruv ishlariga sarflangan mablag'lar qanchalik tez o'zini oqlaydi? Dunyo tajribasida o'rtacha yoki yirik konlarni ochish uchun 15-17 yil sarflanadi, lekin bizni mamlakatimizdagi raqamlarga murojaat qilsak, bu o'rtacha 5-7 yilni tashkil etmoqda. Nimaga? Chunki davlat byudjetidan o'rtacha yiliga 80-90 million dollar atrofida mablag' sarflanayotgan bo'lsa, bu har yili vazirlik va tizim tashkilotlarimizdagi loyihalarni jadallashtirishga va ularning negizida qo'shimcha ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishga olib kelmoqda va bu har yili shu 2 milliard dollardan ortiq investitsiyalarni jalb qilishga ham turtki bermoqda. Buning natijasida nafaqat o'sha yangi geologiya qidiruv ishlari, balki yangi ishlab chiqarish quvvatlari va joriy ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish loyihalarini ham amalga oshirilmoqda. Va buning natijasida davlatga o'sha soliq tushumlari, eksport va ishchi o'rinlarini, qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishga sabab bo'lmoqda. Strategik va kritik minerallar bo'yicha global raqobat kuchayayotgan bir paytda O'zbekiston o'z ustunligini qanday saqlab qolishi mumkin? Har qanday davlatni yashil iqtisodiyotni tashkillashtirish uchun kritik metallar zarur bo'ladi. Bugungi kunda kritik metallar orqali yangi texnologik rivojlangan texnologiyalarni jalb qilish uchun yangi istiqbolli maydonlar aniqlanmoqda. Bu asnoda misol uchun yaqin o'rtada ochilgan miskon, yirik katta koni, grafit konlarimiz bor, wolfram, litiy konlarimiz bor. Shu konlarning mineral xomashyo bazasini, shuningdek yangi konlar ochish orqali mineral xomashyo bazasini mustaqil ravishda ushlab tursak, shunda davlat o'zini bemalol O'zbekiston Respublikasi o'zini maqomini ushlab tura oladi. Biz faqat xomashyo sifatida yoki yarim tayyor mahsulot sifatida eksport qilishni emas, balki ulardan qo'shilgan qiymat mahsulotlarini, ya'ni tayyor mahsulotgacha, ya'ni o'sha xomashyo va xomashyodan tayyor mahsulotgacha tamoyili asosida ish olib borilmoqda. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni tayyor mahsulotga olib chiqish uchun qo'shimcha texnologiyalar joriy qilinadi va bu albatta inson kapitalini rivojlantirishga ham olib keladi. Yuqorida aytilgandek, bu narsa nafaqat bizda resursni boshqarish, balki kelajak uchun inson kapitalini ham oshirishiga xizmat qiladi. Ayrim konlarda qazib olish chuqurlashib borayotgani tan narxga qanday ta'sir ko'rsatadi? Hozirgi kunda o'sha butun dunyo miqyosida, shu bilan birga O'zbekiston miqyosida ham olishimiz mumkin. Ya'ni ochiq va yer osti usulida qazib oluvchi konchilik korxonalarimizda bu chuqurlashishi bilan bog'liq albatta. Ya'ni bizada o'sha yirik konlarimiz bor, Muruntov, Qalmoqqir yoki Sariqcho'qqi, shunga o'xshagan o'sha konlarimizda qazib olish yil sayin aynan chuqurlashib boryapti.
Bu albatta o'sha mahsulotni tan narxini sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu chuqurlashish ortida ya'ni nimalar? Ya'ni bunda o'sha qoplama jinslar hajmi ko'payib, ularning tashqi xarajatlarini ortishini, avtotransport vositalari harakat masofasi uzayadi. Bu esa yoqilg'i mo'ylash materiallari sarfini ko'paytiradi. Kombortlarning barqarorligini ta'minlash uchun qo'shimcha muhandislik tadbirlari talab etiladi. Suv chiqarish, shamollatish va elektr energiyasi sarfi oshadi. Texnologik uskunalarning ishlash sharoiti og'irlashib, ta'mirlash va xizmat ko'rsatish xarajatlari ko'payadi. Masalan, Qalmoqor konida bugungi kunda aynan pulligini ortish natijasida transport tashish masofalarini aynan uzayishi yoki o'sha Muruntov koni misolida oladigan bo'lsak, uni chuqurlashishi natijasida aynan o'sha yuqori unumdorlikka ega bo'lgan qazib yuklovchi ekskavatorlar va tashuvchi transport vositalarini joriy etish aynan talab qilinadi. Shuning uchun aynan konlarning chuqurlashib borishi mahsulot tan narxining oshishiga olib keladi. Ushbu salbiy ta'sirni kamaytirish uchun albatta hozirgi kunda o'sha konchilik korxonalarida siklik oqim, ya'ni davriy oqimli texnologiyalarni, konveyer, aynan transport tizimlarini, shu bilan birga energiya tejamkor hamda optimal kon rejalashtirish usullarini joriy etish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Dunyoda hozir eng katta yirik kon zaxirasiga ega bo'lgan Janubiy Afrikadagi Witwatersrand konida odam chuqurligi 3000 metrga yetdi. Shaxta usuli bilan odam qadami yetgan chuqurlik sifatida baholanadi. Endi o'zimizdagi Muruntov konining chuqurligi hozir 5-bosqichdagi ekspluatatsiya jarayonida 850 metrgacha yetdi. Va bu hozir rejalashtirilyapti 6-bosqich o'zlashtirishga o'tish. Bu o'z navbatida karyeri hamkasbim aytganlaridek hajmini kengayishi, chuqurlik ortishiga erishiladi. Bu o'z navbatida bitta narsa bilan belgilanadi, ya'ni masalan ikkinchi jihati jahon bozorida oltin tan narxining o'sishi. Misol uchun hozirgi kunda 1 unsiya oltin narxi $1100 tashkil qiladi. Avval iqtisodiyot uchun oltin tan narxi 1 tonna massadagi tog' jinsining tarkibidan 2 gram tonna ajratib olish o'sha sanoat darajasidagi xarajatlarni qoplagan va o'z navbatida foyda olib kelgan bo'lsa, hozir 0,5 gram tonna ham bu demak xarajatlarni qoplaydi va o'z navbatida agar bu o'sish chiziqli davom etsa, ya'ni tan narx ko'tarilishda davom etsa, demak uni o'rganish, qazib olish chuqurligi ham ortishini olib keladi. Bugun tarmoqdagi eng katta rezerv yangi konlarmi yoki mavjud konlardagi samaradorlikni oshirish? Mavjud konlarning samaradorligini oshirishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu aniq va tez investitsiya oqimini oqlaydi. Investitsion xarajatlarni tezroq qoplaydi va yangi natijalarga erishishimiz uchun keng zamin yaratadi. Parallel ravishda yangi konlar uchun biz geologik qidiruv ishlarini olib borishimiz kerak. Bu o'sha hozirgi kunda investitsion effektlardan tushgan tushumlarni yangi geologik qidiruv ishlariga yo'naltirganimizda biz keyingi ertangi kun navbatdagi 10 yil, navbatdagi 25 yilga yangi konlar ochishimiz uchun zamin yaratishimiz mumkin. Geologiya sohasida, konchilik sohasida bu 5 yil, 15 yil bu erta indin degan mazmunni yoritish mumkin. Shu vaqtgacha faqat oltin va kumush, misga e'tibor qilingan bo'lsa, hozirgi kecha kunduzda kritik minerallarga, metallarga juda katta ehtiyoj bo'lyapti. O'shaning uchun hozir o'sha atval yig'ilib qolgan atvallarni o'rgangan holda ularni qayta ishlash hozir yo'lga qo'yish choralari ko'rilyapti. Sohada modernizatsiya jarayonlari amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, muammolar ham uchrab turibdimi? Sohaga hozir deyarli barcha sanoatning ilg'or sohalarida kuzatilayotgan tendensiya, ya'ni raqamlashtirish, sun'iy intellekt texnologiyalari, ilg'or texnologiyalar yoki geologiya qidiruv ishlariga sezgirligi yuqori bo'lgan apparaturalar qo'llanishi bilan birga aytib o'tish kerakki, ba'zi bir muammolar bor. Qaysidir ma'noda bu demak yangi texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan katta hajmdagi kadrlarga bo'lgan talab. Shu maqsadda Respublikamiz prezidenti tomonidan 2021-yilda Geologiya fanlar universiteti tashkil qilingan. Mazkur universitet o'zining tarkibida 4 ta ilmiy tadqiqot institutini birlashtiradi, kampus sifatida faoliyat olib boriladi va bu o'z navbatida talabalarga o'qishdan bo'sh paytlari mazkur ilmiy tadqiqot institutlarida, laboratoriyalarda o'zlarining tajribasini orttirish va o'sha 4 yil davomida olgan bilimlarini mustahkamlab,
ishlab chiqarish jarayoniga tayyor kadr sifatida kirib borishlarini ta'minlaydi va ushbu texnologiyalarni qo'llashga ma'lum ma'noda vaqt talab qilinadi. Shu sababli mavjud muammolarni yechimi sifatida o'sha yangi texnologiyalar, yangi demak dasturiy ta'minotlar bo'ladiki yoki sun'iy intellektga o'xshagan dasturlar bilan ishlay oladigan mutaxassis kadrlarni o'z ishini ustasi bo'lish, o'z ishini mutaxassis sifatida shakllanish uchun talab qilinadigan vaqt sifatida deb qabul qilsa bo'ladi. Nega ayrim hollarda xomashyoni eksport qilishdan ko'ra uni chuqur qayta ishlash ko'proq daromad keltiradi? Zamonaviy iqtisodiyotning asosiy qoidasi hisoblanadi. Ya'ni foydali qazilmani xomashyo ko'rinishida eksport qilish bu juda past rentabillik hisoblanadi. Ya'ni xomashyoni qayta ishlash orqali, ya'ni har bir bosqichda unga qo'shilgan qiymat qo'shiladi. Bizning vazirligimiz ham bu borada juda ko'p ishlar olib bormoqda. Mana misol qilib aytadigan bo'lsak, Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida mis sanoat klasteri joriy qilingan. Bu yerda elektrotexnika sanoatida mis mahsulotlariga bo'lgan talabni ortishi tufayli Olmaliq kon metallurgiya kombinati tomonidan ishlab chiqarilayotgan mis xomashyosini to'g'ridan-to'g'ri mazkur klasterga jalb qilish orqali qo'shilgan qiymatli mis mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu dunyo tajribasida oladigan bo'lsak, mis xomashyosidan qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarish 40-80% gacha qo'shilgan qiymat har bir mahsulotga qiymatiga qo'shiladi. Shuningdek, bundan yuqori texnologik elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqarganda esa bir necha barobar qo'shilgan qiymat yaratilishi mumkin. Ya'ni biz xomashyoni eksport qiluvchi mamlakat sifatida emas, balki xomashyoni qayta ishlab, unga qo'shilgan qiymat joriy qilib eksport qilish asosiy maqsadimiz shundan iborat. Import qilinayotgan uskunalar va ehtiyot qismlarga qaramlilikni qisqartirish uchun yana nimalar qilinishi kerak? Bugungi kunda lokalizatsiya doirasida juda katta ishlar amalga oshirilgan bo'lishiga qaramasdan, kon korxonalarimizda ayrim ehtiyot qismlarga, ayrim uskunalarni chetdan import qilishga ehtiyoj hamon saqlanib qolmoqda. Buni oldini olish uchun avvalambor nima qilish kerak? Biz buni 3 ta yo'nalishda ko'radigan bo'lsak, birinchi oftik shartnomalar, ya'ni tadbirkorlar bilan oftik shartnomalar qilish orqali davlat o'z kafolatiga olib, ularga 5-10 yillik biz o'sha import mahsulotni 5-10 yillik xarid shartnomalari garantiyaga olingan xarid shartnomasini taklif qilsak, ular o'shanda tadbirkorlar qo'rqmasdan investitsiya kiritadi, texnologiya olib keladi va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi mumkin. Ikkinchi yo'nalish bu qayta ishlashni shu yerda tashkil qilish, ishlab chiqarishni. Ya'ni bu hozirgi kunda mana bizda kritik minerallar juda mana mavjudligi bo'lib, buni qayta ishlash yo'lga qo'yish, tog' korxonalaridagi mexanizmlarning tez yemiriluvchi mexanizmlari bor, o'shalarni o'zimizda ishlab chiqar, chetdan olib kelmas, juda chunki ko'p miqdorda talab etiladi. Buning uchun mana texnologik metallar kombinati tashkil etilib, texnologik metallar kombinati hozir 70 ga yaqin loyihalar ustida ish olib borilyapti va bular sekin-asta yo'lga qo'yilyapti. Uchinchisi esa jahondagi brend kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlash. Faqatgina ular texnikasini o'zini sotib olish emas, ularni servis xizmatini ishlab chiqarishni o'zimizda tashkil qilish. Bu yo'nalishda davlatimiz rahbari Amerikaga tashrifi doirasida o'zaro Colorado universiteti, Eiffel Cement kompaniyasi va biz oramizda vazirligimiz o'rtasida 3 tomonlama kelishuv imzolangan. Ya'ni bu hozirgi kundagi muammolarni o'rganib, ularni yechimlari bo'yicha ishlash yuzasidan. Jahon bozorida metallning narxi tushib ketsa, bu mahalliy korxonalarning faoliyatiga qay darajada ta'sir ko'rsatadi? Bu har qanday xomashyo eksport qiluvchi davlatlar uchun jiddiy xavf hisoblanadi. Biz bu borasida tizimli ishlar olib bormoqdamiz. Ya'ni bu birinchi himoya, ya'ni diversifikatsiya. Bizda faqatgina bir xil, ya'ni oltin yo mis metallari faqatgina ushbu metallar ishlab chiqarish emas, balki oltin, misdan tashqari uran, kumush, molibden, reniy
valfram kabi turli xildagi boshqa metallarni ham ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Ya'ni bir metalga mahsulot narxi tushgan taqdirda ham boshqa metallarning barqaror narxi bozorni ushlab turishga bizga yordam beradi. Ikkinchi himoya esa bu qo'shilgan qiymat. Ya'ni biroz oldin ham ta'kidlab o'tdik, qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqarish bizni vazirligimiz oldida turgan hamda respublikamizda foydali qazilmalarni qazib olib, uni eksport qilishdagi asosiy bir maqsadlarimizdan biri desak ham bo'ladi. Uchinchi himoya esa tannarxni tushirish hisoblanadi, tannarxni pasaytirish. Ya'ni bu borada har yili sanoat mahsulotlari mana shu To'xkon sanoati va geologiya vazirligi tizimidagi korxonalarda tannarxni tushirish bo'yicha reja ko'rsatkichlari belgilanadi. Bu nima beradi bizga? Ya'ni tannarx mahsulot ishlab chiqarish tannarxini biz 10% yoki 15% ga tushirganimizda ham bozordagi narxning barqaror emasligi mazkur korxonalarga ta'sirini pasaytiradi. Tannarx qancha past bo'lsa, bozorda bir mahsulot uchun belgilangan narxning tebranishi mazkur korxonaga kam darajada ta'sir o'tkazadi. har bir konni davlat zaxiralari komissiyasida ko'rib chiqish jarayonida bu kabi holatlar uchun xalqaro talablarga ko'ra IRR yoki NPV deydi. Bu holatda qidiruv konditsiyalari o'sha talablarga chiqarilayotgan mahsulotni tannarxini tushirish yoki uni boshqa bir miqdoriga o'tkazish bo'yicha o'zini tartib qoidasi bor. Bu holatlar ham hammasi o'sha tashkilotda yoki qazib oluvchi yirik bir kombinatni tashkillashtirishda ko'rib chiqiladi. Hamkasbimiz aytgandek, o'sha loyiha ishlari davomida o'sha iqtisodiy o'sishlar, iqtisodiy tushishlar, narxlarning o'zgarishiga, narxlarning o'zgaruvchanlik sezgirligi hisob-kitob olib boriladi. O'sha hisob-kitoblar asosida har qanday iqtisodiy shoklarga tayyorgarlik ko'riladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi moment, biz bitta narsadan ko'nglimizni to'q qilishimiz mumkin. Bizning konlarimiz infrastrukturaviy jihatdan dunyodagi eng o'sha mashhur konlardan nisbatan qulay joylashgan. Shaharga nisbatan yaqin, konlar ochish imkoniyatlari keng va bir vaqtning o'zida biz yangi qurilayotgan fabrikalarimiz bu tannarxi tushishiga bevosita bog'liq bo'ladi. Zamonaviy texnologiya, ishlab chiqarish hajmlarining oshishi, bu tannarxlarning chidamliligini va yana bitta bizni eng katta yutuqlarimizdan biri konlarimiz ko'p elementli. Masalan, qalmoqar yoshli konlarni misol keltirsak, bunda mis bor, oltin bor, kumush bor va parallel ravishda noyob metallar bor. Bular bir-biriga qaysi biridir tushganda, qaysi biri ko'tarilishi mumkin, bu bir-birini to'laqonli stabil ushlab turadi. Bir-birini to'ldirib turadi. To'ldirib turadi. Hech qanaqa biz respublikamiz miqyosida xavotirli o'rin yo'q. Bu infrastruktura, bu konlarimizni iqtisodiga chidamlilikdan hisoblasak bo'ladi. Rahmat. To'xkon sanoati rivojlanishi bilan ekologik xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni qanday saqlab qolish mumkin? Ekologik xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni saqlash bu mineral xomashyo siyosatining eng ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.
jahonning rivojlangan davlatlarida yashil iqtisodiyotga o'tish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarning kengayishi natijasida kritik elementlarga, metallarga bo'lgan talablar oshib bormoqda. Tahlillarga ko'ra 2040-2050 yillarga borib misga bo'lgan talab va ehtiyoj 40% ga oshadi. Litiy, yod, brom va shunga o'xshagan noyob elementlarga talab esa bir necha barobar oshishi kutilmoqda. So'nggi yillarda shu respublikamizda geologiya qidiruv ishlarining ko'lami kengaytirilmoqda va shu bo'yicha yangi istiqbolli maydonlar, konlar aniqlanmoqda, ularning resurslari, zaxiralari baholanmoqda va tasdiqlanmoqda va shu bo'yicha kritik elementlar, minerallarga boy bo'lgan konlar bo'yicha xalqaro investorlarni jalb qilishlari faol amalga oshirilmoqda. Undan tashqari bugungi kunda respublikamizdagi mavjud kon metallurgiya kombinatlarida ekologik vaziyatni baholash bo'yicha xalqaro ESG reytingi joriy qilingan bo'lib, bugungi kunda misol tariqasida Navoiy kon metallurgiya kombinati ushbu reytingda 3-chi va Olmaliq kon metallurgiya kombinati ham 3-chi bilan baholangan. Bu deganda shu kombinatlarning faoliyatida, ya'ni atrof muhit muhofazasi bo'yicha, mana bu karbonat angidrid gazlari bo'yicha, shu ijtimoiy, ekologik va boshqaruv holatlari bo'yicha baholangan. Bugungi kunda soha oldidagi asosiy vazifa faqat qazib olish hajmini oshirish emas, unda har bir tonna qazib olingan resursdan maksimal foydalanish, shu hamkasbimiz aytganidek, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqish va har bir tonna resursga to'g'ri keladigan ekologik yuklama, ya'ni ta'sirlarni kamaytirishga yo'naltirilishi kerak. Mazkur sohada tog' kon sanoati va geologiya vazirligi tomonidan olib borilayotgan har bir loyihada relyef, landshaft sharoitlariga ta'sir ko'rsatgan holatlarni o'z holiga qaytarish, misol uchun geologik qidiruv ishlarida ko'proq juyaklar, kana va ariqqa o'xshagan ishlanmalar o'tiladi yoki tog' kon burug'lash ishlari o'tiladi, shurf, shtolnya kabi. O'shalar o'tilgandan keyin ma'lum bir loyihaga bajarilishi uchun talab qilinadigan muddat 3 yil, 4 yil bo'ladigan bo'lsa, o'sha juyaklar o'tib, ona jinsdan namunalar olingandan keyin ular qaytarib ko'milib, tabiat o'z holiga keltirilib, ya'ni o'sha bioxilma-xillikni saqlab qolishga katta e'tibor qaratiladi va bu bo'yicha loyihalarda alohida mablag' ham ko'rsatiladi. Har bitta geologiya qidiruv ishlarini izlash qidiruv davrida, o'zlashtirish davrida konlarni hamda tugatish davrida ekologik monitoring tizimlari ham joriy qilingan. Suv taqchilligi sharoitida yirik kon va metallurgiya korxonalari suvdan qay darajada tejamkor foydalanyaptilar? Suv resurslaridan oqilona foydalanish bu har bir tog' kon sanoati korxonalarining asosiy strategik muammolaridan, ya'ni vazifalaridan biri hisoblanadi. Sababi O'zbekistonga kirib keladigan suv resurslari katta hajmi bu transchegaraviy hududlarda, maydonlarda hosil bo'lgan. Shu uchun bu bugungi kunda O'zbekiston uchun suv masalasi, resurslari juda ham dolzarb masala hisoblanadi. 2025-yilda yangi tasdiqlangan shu suv kodeksining 17-moddasi, 96-moddasiga ko'ra suv obyektlaridan sanoat maqsadlari uchun foydalanadigan suvdan foydalanuvchilar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, suv ta'minotini aylanma hamda takroriy tizimlarni joriy etish orqali suv sarfini kamaytirish va oqova suvlarni suv obyektlariga oqib yuborishini tugatish bo'yicha choralar ko'rishi hamda shu suvning radioaktiv ifloslanishini belgilangan normalardan oshishiga yo'l qo'ymasligi shartligi belgilab o'tilgan. So'nggi yillarda shu sohada suv tejovchi texnologiyalar, aylanma suv ta'minoti va uni shu siklga qayta joriy etish bo'yicha keng ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada bu ishlar natijasida 2025-yilda 1 tonna rudadan qayta ishlash uchun sarflangan suv hajmi 2020-yilga kelib 20% gacha kamaytirildi. Ikkilamchi suv manbalaridan foydalanish ulushi esa 16% dan 25% gacha oshirildi. Har yili 5,5 million kub metr tozalangan oqova suvi ishlab chiqarish jarayoniga qayta yo'naltirilmoqda. Bunda 2030-yilga kelib 36 million kub metr suvni tejash rejalashtirilgan. Shuningdek, ayrim boyitish fabrikalarida texnologik suvni 80% dan ortig'i qayta ishlanmoqda. Bu 2030-yilgacha esa xuddi shu ko'rsatkichlarni 90% gacha yetkazish vazifasi qo'yilgan bugungi kunda. Rahmat. 2030-yilgacha mis, kumush va boshqa metallar ishlab chiqarishni bir necha barobar oshirish vazifasi qanchalik real maqsad hisoblanadi?
Bu maqsadlar asossiz emas. Ularning tagida aniq loyihalar yotibdi. Ya'ni O'zbekiston 2030 strategiyasida misni 3,5 barobar, oltinni 1,5 barobar, kumush va uranni 3 barobarga oshirish reja qilingan. Nega bu real ko'rsatkich deb bemalol ayta olamiz? Mana birgina raqamlar bilan ko'radigan bo'lsak, Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida joriy yilda 3-mis boyitish fabrikasi ishga tushdi. Mazkur fabrika yiliga 60 million tonna madanni qayta ishlab, 900 ming tonnadan ortiq mis konsentrati ishlab chiqarish quvvatiga ega. Ya'ni bu degani mazkur mis ishlab chiqarish bo'yicha 2030-yilgacha belgilangan reja ko'rsatkichlarimizda 3,5 barobar degan bo'lsak, bir necha barobarga bu orttirishga yordam beradi mazkur loyiha. Bundan tashqari ham boshqa metall turlari bo'yicha ham aniq loyihalar 2030-yilgacha belgilangan. Rejaga asosan hamma investitsiya loyihalarimiz bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Kondan qazib olingan madan yuk ko'tarish quvvati 220 va 240 tonnani tashkil etuvchi avtosamosvallarga ortilib, Yoshlik 1 koni hududida joylashgan ishlab chiqarish quvvati yiliga 30 million tonnani tashkil etuvchi 3-maydalab yuklash majmuasiga yetkazib beriladi va birinchi bosqich maydalash o'z yilining qabul qiluvchi bunkerlariga yuklanadi. Har bir bunker bir vaqtning o'zida 2 tadan kon transportlarini qabul qilish imkoniyatiga ega. Yoshlik 1 konida xuddi shunday yana 2 ta inshoot, birinchi va ikkinchi maydalab yuklash majmualari qurilgan bo'lib, ular ham foydalanishga topshirilish arafasida. Ahamiyatli jihati shundaki, 3-mis boyitish fabrikasining texnologik jarayonlari aynan kondan boshlanadi. Ya'ni 1500 mm kattalikkacha bo'lgan madanlarni birlamchi maydalash jarayoni konning o'zida amalga oshiriladi. Majmuada avtosamosvallardan madanni to'kish jarayonida atrof muhitga chang ko'tarilib, ekologiyaga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida to'liq avtomatlashtirilgan yuqori bosim ostida suv purkash tizimi joriy etilgan. Qabul qiluvchi bunkerlarga to'kilgan madan KKD 1500 ga 200 rusumli konussimon giratsion yirik maydalagichlarda 1500 mm dan 300 mm kattalikkacha maydalaniladi va Germaniyaning Aumund kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 6 ta plastinali ta'minlagichlar yordamida tasmali konveyerlar orqali uzunligi 4200 metrni tashkil etuvchi FL Smith kompaniyasida ishlab chiqarilgan 2 ta magistral konveyerlarga kelib tushadi. O'z navbatida har biri 1500 kilovat quvvatga ega bo'lgan 4 tona. Germaniyaning ABB kompaniyasi elektrodvigatellari bilan jihozlangan ushbu konveyerlarning har ikkalasi soatiga 6500 tonnadan madanni sekundiga 4 metr tezlikda Yoshlik 1 konidan 3-mis boyitish fabrikasida joylashgan umumiy sig'imi 320 ming tonnaga teng bo'lgan yirik maydalangan ruda omboriga yetkazib beradi. Yoshlik 1 va Qalmoqir konlari hamda 3-mis boyitish fabrikasi obyektlarini, kon texnika majmuasini elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida 500-110 kilovat kuchlanishli quvvati 650 megavatni tashkil etuvchi raqamli Tubket podstansiyasi qurildi. Unga dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchi kompaniyalari hamda elektr energetika sohasi yirik gigantlarining 110 va 500 kilovatli o'chirgichlari, tok va kuchlanishli transformatorlari, relye himoyasi va avtomatikasi uchun Germaniyaning Siemens kompaniyasi raqamli mikroprotsessor bloklari, 40 kilovat quvvatga ega fotoelektr stansiyasi va geliokollektor uskunasi o'rnatildi. Barcha elektr uskunalar energotizim dispetcherining ish joyidan avtomatlashtirilgan holda boshqariladi va holati nazorat qilinadi. Bundan tashqari, uzunligi 11 kilometrga teng bo'lgan yuqori quvvatli elektr liniyasi 8-texnologik podstansiya barpo etildi va joriy yil yakunida 9-podstansiya foydalanishga topshiriladi. Jahon tajribasida ayrim davlatlarda yer osti boyliklaridan tushadigan daromadni bir qismini aholi farovonligiga yo'naltiriladi-da. O'zbekiston sharoitida ham mana shu yo'nalishni amaliyotga tatbiq etishni kutish mumkinmi? Rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganadigan bo'lsak, bunday tartib joriy qilingan, ya'ni o'sha qazib olinayotgan foydali qazilmalardan tushgan daromadlarning ma'lum bir qismi aholi farovonligiga yo'naltiriladi. Aslida bu mantiq bizda avvaldan ishlaydi desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Chunki 2025-yilda birgina tog' kon sanoati tizim osti korxonalari tomonidan
soliq va boshqa majburiy to'lovlar uchun 118,7 trillion so'm pul mablag'lari o'tkazilgan. Ya'ni bu qiymat 2025-yilda barcha soliq tushumlarining 48% tashkil etadi. Ya'ni biz bilamizki, davlat byudjetiga tushgan soliq tushumlari asosan aholi farovonligi hamda respublikada amalga oshirilayotgan ijtimoiy iqtisodiy jarayonlarga yo'naltiriladi. Foydali qazilmalardan olinayotgan daromad xalqimizga soliqlar orqali davlat byudjetiga tushib, hamda davlat byudjetidan oylik ish haqqi, ya'ni ijtimoiy sohaga xarajatlar ko'rinishida yetib bormoqda. Bundan tashqari, mana 2020-yilda yalpi ichki mahsulot hajmi 57,7 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda mazkur ko'rsatkich 147 milliard dollarni tashkil etdi. 2030-yilga borib esa yalpi ichki mahsulot hajmi 240 milliard dollarga yetishi belgilangan. Bu nima degani? Ya'ni tog'kon sanoati va geologiya sohasini yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yildan yilga oshib borib, birinchi maqsadda aholi farovonligini oshirishga hamda iqtisodiyotimizni barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi desak bo'ladi. Rahmat. Bu savolni xalqqa yana ham yaqinroq qilib bermoqchiman. Ya'ni bilamizki, yer osti boyliklari bu umummilliy boylik hisoblanadi va o'sha yerdan kelayotgan daromadlarni har bitta inson o'z hayotida qanday qilib his qilyapti? Shular haqida ham gaplashaylik. Konstitutsiyamizda aniq qilib belgilab qo'yibdi, yer osti boyliklari bu xalq mulki deb va shunday ekan har bir fuqaro bundan foydalanish huquqiga egadir. Biz buni qanday moddiy ko'rinishda emas, ijtimoiy ne'mat ko'rinishda foydalanayotganini aytib o'tishimiz mumkin xalqimiz. Biz buni qachon his qilamiz? Farzandingiz maktabga borib rivojlangan oliy bepul ta'lim olganda, oila a'zongiz mahallangizdagi zamonaviy tibbiyot markazida bepul davolanganda, ikkinchi yo'nalishi bu kon korxonalarini ishga tushishi, ochilishi jarayonida ish o'rinlari ochiladi. Bu korxonada kim ishlashi mumkin? Farzandingiz yo o'zingiz. Bu qo'shimcha doimiy ish o'rni, qo'shimcha oilaga kelib turgan daromad. Uchinchi ijtimoiy ne'mat sifatida bu har bir ochilgan kon korxonasi, oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsak, respublikaning chekka hududlarida, cho'l hududlarida bir infratuzilma yo'q joylarda bugungi kunda kon korxonalari ochilyapti. U yerga o'zidan kon korxonasi ochilgandan keyin yo'llar quriladi, elektr energiya boradi, uyingizda chiroq yongan vaqtda his qilasiz. Suv, ichimlik suvi yetib boriladi. O'sha ochilgan joyda infratuzilma rivojlanadi. Bularning hammasi shu moddiy ko'rinishda emas, bir ijtimoiy ne'mat ko'rinishda xalqimizga yetib boryapti deb o'ylaymiz. Import qilinayotgan har bitta mahsulotni mahalliylashtirish, unga bo'lgan mineral xomashyo bazasini ochish orqali o'sha yer osti davlat boyliklari, xalq boyligini ishlab chiqarishga jalb qilish orqali har bitta o'sha import qilinayotgan mahsulotda tannarxi tushiriladi. Bu demakki, biz uchun bozorimizda o'sha mahsulot bemalolroq sotiladi, arzonroq narxda. Tabiiy resurslardan keladigan katta daromadlarni yangi ijtimoiy dasturlarga yo'naltirish samaralimi yoki ularni kelajak avlodlar uchun maxsus milliy jamg'armalarda to'plash maqsadga muvofiqmi? Eng samarali yo'l bu albatta oqilona muvozanatni saqlash deb o'ylayman. Nimaga? Chunki hamkasblarimiz yuqorida ta'kidladi, o'sha tabiiy boyliklardan kelayotgan daromad, soliq ko'rinishidagi daromadlarni ijtimoiy sohalarga yo'naltirilishi va ularni o'sha xalq farovonligidagi ahamiyatini qisqacha tushuntirib o'tdi. Yana bir muhim jihati bor. Masalan, oddiy Birlashgan Arab Amirliklari yoki unga qo'shni davlatlarni misolida aytadigan bo'lsak, ular aynan tabiiy resurslardan kelayotgan boylikni iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish uchun yo'naltirdi va bu orqali nima qildi? Turizm, logistika, aviatsiya va moliya xizmatlari juda ham rivojlandi aynan shu sohada. Yoki va bu orqali inson kapitalini rivojlantiryapti. Chunki oddiy bir misol qilib aytamiz, hozirda aynan shu Birlashgan Arab Amirliklaridagi sun'iy intellektga ixtisoslashgan universitet ham dunyodagi eng yetakchi universitetlardan biri bo'lib hisoblanmoqda. O'shaning uchun bu yerda har doim o'sha oqilona muvozanatni saqlash, ijtimoiy sohada ham va kelajak avlod uchun bir foydasi tegadigan bir nima deydi, yo'nalishda sarflash ham bir ancha samaraliroq hisoblanadi.
bugungi kunda sohaga, har bir sohaga raqamli texnologiyalar kirib boryapti, sun'iy intellekt kirib boryapti. Sohada yangi mutaxassis emassizda, necha yillardan beri faoliyat olib borasiz. Mana shu texnologiyalar kirib borgandan keyin sohani qanday bir yangiliklar bilan qarshi oldingiz? O'zingizni hayotingiz misolida. Sun'iy intellektni bugungi kunda sohamizga kirib kelishi bu tabiiy holat. Chunki birinchi sizga yordam bera olyaptimi u? Albatta, nima miqyosda? Masalan, bugungi kunda oldinlari biz biron bir kornet zaxirasini hisoblash jarayonida qo'lda, mana kalkulyatorda yoki qog'ozlarda hisob-kitoblarni olib boradi. Bugungi kunda 3D modellarni yaratish dasturiy ta'minotlari kiritilgan geologiya sohasiga, xususan geologiya qidiruv ishlariga. Bu jarayonda sun'iy intellektdan biz foydalanamiz. Nimagaki inson omilini kamaytiradi, xatoni kamaytiradi, yana ham aniqroq jarayonda aniqlashtirib beradi. Shuningdek, yangi konlarni ochishda eski ma'lumotlardan, yangi ma'lumotlardan hammasini jamlagan holda elektron kutubxonani yaratish orqali sun'iy intellektda shu ma'lumotlar bazasini qayta ishlash orqali yangi istiqbolga ega bo'lgan hududlarni ochish imkoniyatini beradi. Buni bugun biz ko'ramiz. Korxonalarni raqamlashtirish va sun'iy intellektni albatta joriy etish bu konchilik korxonalarini yangi bosqichga olib chiqadi. Ya'ni bu nimada? Korxonalarning ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlikni nazorat qilishda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Shuning bilan birgalikda aynan hozir bugungi kunda rivojlangan davlatlarda konchilik korxonalarida aynan smart mining deydi, ya'ni aqlli kon konsepsiyasi asosida o'sha qazib olish ishlari va kon ishlarini olib borishda nazorat qilinadi. Aynan bu texnologiyalarni kiritish albatta ya'ni raqamlashtirish va sun'iy intellektdan foydalanish har tomonlama o'sha konchilik korxonasini rivojlanishiga, xavflarni oldini olishga asosiy omillardan bittasi va o'sha sarf xarajatlarni kamaytirish uchun juda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi bu. Hozirda Tokon sanoat va geologiya vazirligini tarkibidagi tizimli korxonalarda, qolaversa vazirlik tarkibidagi barcha korxonalarda shu bugungacha o'tkazilgan barcha geologiya qidiruv ishlari natijasida tayyorlangan hisobotlar, kartografik materiallar, grafik ko'rinishlar raqamlashtirish ishlari boshlangan. Ulardan ancha qismi hozirda demak raqamli ko'rinishga o'tgan. Bular o'z navbatida keyingi hududlarda olib borilayotgan qidiruv ishlari uchun raqamli ma'lumotlarni sun'iy intellekt texnologiyani qo'llagan holda bashoratlash ishlari uchun qo'llaniladi. Hozirda biz faoliyat olib borayotgan birgina Mineral resurslar instituti, ilmiy tadqiqot institutida ishlayman. Shu institutda yopiq hududlarda, ya'ni chuqurlikda joylashgan modellashuv, bashoratlash uchun sun'iy intellekt texnologiyalarini bir qancha algoritmlarni qo'llab yaxshi natijalar oldik. Bu o'z navbatida nimaga erishiladi? Birinchidan vaqt sarfi, ikkinchidan olinadigan natijaga ta'sir qiluvchi omillarning xatoligini kamaytirish. Ya'ni sun'iy intellekt texnologiyalari ta'sir etuvchi omillar deganda, misol uchun o'sha madanning hosil bo'lishida ishtirok etgan geologik jarayonlarni ta'siri ortib ketmasligini, ya'ni kiruvchi informatsiyaga olinadigan natijaga ta'sir etishini, ta'sirini chiqarib tashlash maqsadida o'z-o'zini tekshirish, statistik analiz qilish algoritmlarini qo'llagan holda bizga ishonchli natijalarni beradi. Bu o'z navbatida nimani ta'minlaydi? Geologik qidiruv ishlariga ketadigan vaqt va mablag' tejash imkonini beradi. Misol uchun burg'lash hajmi avvalgidek ko'p miqyosli bo'lmaydi, katta masshtabda ko'p hajmli emas, balki ma'lum bir maydonlarda, aniq uchastkalarda istiqbolli pozitsiyalarga yo'naltirilgan qidiruv ishlari tashkil etilmoqda. Oltin deganda baribir uning o'ziga xos jilosi bor va har bitta inson mana shu jarayonda ishtirok etishni o'zi istaydi. Aynan oddiy fuqarolar tomonidan o'sha konlarga borgan holatda o'zlaricha tekshirish jarayonlarini amalga oshirish yoki o'sha yer osti boyliklarini o'zlashtirishga harakatlar bo'ladi va nima haqida gapirayotganimni juda ham yaxshi bilasiz va u yerdagi o'sha aholilarni kerak bo'lsa salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan joylar haqida ham eshitganlarimiz bor, to'g'rimi? Bunday fuqarolarga nimalar degan bo'lardingiz? Hozir ham mana shunday fuqarolar bormi va ularga qarshi qanday choralar ko'rilyapti?
sanoati va geologiya vazirligi qoshida to'xkon sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasi mavjud. Bugungi kunda bu nazorat qilish inspeksiyasi davlat ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda, prokuratura bilan hamkorlikda mavjud bo'lgan litsenziyasiga mavjud bo'lgan tadbirkorlarni nazorat qilish. Shuningdek, mana shunaqangi noqonuniy qazib olishga harakat qilayotgan ayrim bir yashirin tadbirkorlar deymiz, ularni aniqlash, ularni faoliyatiga chek qo'yish va davlatga keltirishi mumkin bo'lgan zararni, shuningdek o'zini sog'lig'iga bo'lgan zarar. Chunki har bitta konni qazib olish jarayonida o'zini talablari bor. Texnika xavfsizligi deymiz yoki kon qazib olish jarayonidagi xavfsizlik qoidalari bor. Ularni rioya qilishga majburmiz, chunki u o'zidan o'zi bekorga ishlab chiqilmagan. U inson salomatligini saqlash uchun texnika xavfsizligi va inson resurslarini oqilona foydalanish uchun ishlab chiqilgan qoidalar. Shuning uchun o'sha odamlarga faqatgina bitta narsa aytamiz. Davlat tomonidan shuncha imkoniyat yaratib berilyapti, mana xususiy sektorga shuncha investitsiyalar kiritdik, marhamat deb harakat qilish kerak. Qonuniy ishlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Har bitta sohaga bugungi kunda xalqaro hamkorlik juda ham zarur va xalqaro tajribani o'rganib amaliyotga tatbiq etish jarayonlari ham yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Shular haqida ham gaplashaylik. Xalqaro bozorda chiqish jarayonida O'zbekiston butun jahonga taniqli bo'lgan kompaniyalar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib bormoqda. Masalan, geologiya qidiruv ishlarida biz konsalting kompaniyalar bilan jahon standartlariga ishlash jarayonini o'zimizga tatbiq qilamiz. Ular bilan birgalikda hamkorlikda olib borish. Masalan, bugungi kunda texnologik metallar kombinatida mana kuzatyapmiz. DMT Consulting yoki SRK Consulting yoki bo'lmasa IMC Mountain kabi dunyoga mashhur bo'lgan geologiya qidiruv ishlari kombinatlarni toki tayyor holatgacha olib borish tajribasiga ega bo'lgan kompaniyalar bilan biz ish olib boryapmiz va ularni ishlarini o'zimizga integratsiya qilamiz. Ya'ni ulardan kerakli tajribani olamiz, o'zimizga tatbiq qilamiz va shu orqali o'zimizda nimadir yangi ustuvor yo'nalishlarni yaratamiz yoki mukammallashtiramiz. Marhamat. Mazkur chet el kompaniyalarni, konsalting kompaniyalarni O'zbekiston konlarini, demak, resurs salohiyatini baholashga jalb qilishdan tashqari bizda yosh mutaxassislarni, sohaga ilg'or salohiyatli mutaxassislarni chet elda rivojlangan ilmiy markazlariga bilim egallab, tajriba o'rganib, biror bir dasturiy mahsulotlar yoki ularni tajribani o'rganib kelish uchun o'sha xizmat safari doirasida stajirovka dasturlari, malaka oshirish dasturlari yo'lga qo'yilgan. Misol uchun shu qatorda o'zimiz ham borib, mana Kolorado shtatiga borib, Amerika geologiya xizmati tomonidan mineral resurslarni baholash kursida qatnashganmiz. Qolaversa, El yurt umidi jamg'armasi stipendianti bo'lib, mana Moskva davlat universitetida raqamli texnologiyadan foydalanish bo'yicha ko'nikmalarni egallaganmiz va o'ylaymanki, menga o'xshagan yoshlar geologiya tarmoq korxonalarida yetarlicha ular o'zlarini egallagan bilim tajribalarini mana yosh mutaxassislarga o'rgatib, jahon bilan hamohang, jahon tajribasi asosida ishlar olib borilyapti deb o'ylayman. Bugungi kunda yosh olimlar har bitta sohada bordi. O'zlarini yangi g'oyalarini, yangi loyihalarni, startaplarini amaliyotga tatbiq etyaptilar. Moliyalashtirilgan startaplar ham bormi sohada? Yoshlar tomonidan. Chet elda nimadir bir yangi g'oyani olib kelgan yosh mutaxassislarimiz yangi bir geologik loyihalar yoziladi-da. Geologik loyihalarda mana shu yangi metodikani qo'llaymiz degan holatda Geologiya vazirligi ilmiy texnik kengashiga taqdim qilinadi. Bu holatda ilmiy texnik kengash albatta 99% har doim o'sha moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun loyihani ma'qullanadi. Sohada bugungi kunda aytayapsiz, yangi texnologiyalar amaliyotga tatbiq etilyapti va bu jarayonda mana yoshlarning qiziqishi juda ham ko'pchilikni tashkil etyapti. Sohadagi yosh olimlar qo'llab-quvvatlanyapti. Chet davlatlarga borib mana o'qib, tajriba almashib kelishyapti. Va biz 5 yildan keyin bu sohani qanday tasavvur qilamiz? 2030-31-yillarda bugungi tasavvurga asosan geologiya qidiruv ishlari to'liq Krisko oilasiga mansub bo'lgan, bizning hudud uchun xususiyatli bo'lgan jahon standartlar geologiya qidiruv ishlarini olib borish jahon standartlariga to'liq o'tib bo'ladi. Shuningdek, geologiya qidiruv ishlari to'liq raqamlashib bo'ladi u muddatda. Inson omili kamaytiriladi, har bitta qabul qilinayotgan yosh mutaxassis ma'lum bir talablarga javob beradigan darajada inson resurslarining sifati oshadi. Rahmat, marhamat. 30-yilgacha endi gidrogeologiya muhandislik geologiyasi yo'nalishida
shu barcha fond ma'lumotlari raqamlashtirilgan bo'ladi. Shu raqamlashtirilgan ma'lumotlarni sun'iy intellekt orqali qayta uni tahlil qilish va shu konlar, hududlar, uchastkalarni baholash hammasi sun'iy intellekt yordamida baholashlar yo'lga qo'yiladi. Yuqorida hamkasbimiz aytgandek, shu kombinatlar faoliyatiga ishlatilgan texnik suvlarni qayta faoliyatga yo'l qo'yish tizimlari 90-100% darajaga yetib keladi deb o'ylayman. Marhamat. 2030-yilga qadar mis ishlab chiqarish 3,5 barobarga oshiriladi, oltin 1,5 barobarga, kumush va uran 3 barobarga oshiriladi. Shuningdek, biz o'zimizga yana bir maqsad olganmiz, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichini yalpi ichki mahsulotga nisbatini 15% ga oshirishni maqsad qilganmiz. Bugungi kunda mazkur ko'rsatkich 11% ni tashkil qiladi. Har 1% ham katta raqamlarda aks etadi desak to'liq bo'lmaydi. E'tibor beradigan bo'lsak, aynan yirik ishlab chiqarish korxonalari yoki ularning kichik bir zavodlari ma'lum bir shaharlar atrofida barpo etilgan. Sohaga xorijiy investitsiyalarni, xalqaro hamkorlarni jalb qilish orqali nafaqat aynan joriy quvvatlarni kengaytirish, balki juda ham olis hududlar, masalan shu Navoiydagi Uchquduq yoki Tomdi tumanlarini bir olis chekka hududlarida ham ishlab chiqarish quvvatlari barpo etiladi va bu orqali faqatgina ma'lum bir shaharlar emas, balki chekka va olis hududlarda ham infrastruktura shakllantiriladi va bu albatta xalq farovonligi uchun xizmat qiladi deb o'ylayman. Rahmat, marhamat. Albatta yaqin 5 yil ichida tog' sanoati tarmoqlarida rivojlanish juda jadal bo'ladi. Bu hozirda ham aynan ko'rinib turibdi. O'sha smart mining dedik, ya'ni aqlli kon konsepsiyasiga o'tiladi. Ya'ni bu nimani beradi? Hozirgi aytganday ishlab chiqarish unumdorliklarini oshirishda juda ham yaxshi ta'minlab beradi. Eng asosiy o'sha omillardan bittasi bo'lgan inson xavfsizligini ta'minlash bo'yicha juda yuqori darajaga erishiladi va o'sha o'z-o'zini boshqaradigan burg'ulash yoki tashish transportlardan foydalanish yo'lga qo'yiladi. Mening tasavvurim bo'yicha 2030-yilda vaqtimizni oladigan ishlar modellashtiriladi. Sun'iy intellekt bilan bog'laniladi va samaradorlik juda yuqori darajaga erishiladi. Inson omilidagi xatoliklar, samaradorlikka xalaqit beradigan faktorlar kamayadi. Yangi platformalar yaratiladi. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Minbar tok shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.